Mana chaqmoq ekonom 35 kat yo'limizni hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ekonomligi faqat nomida emas, kat yo'limiz yangilik bo'lgan, haqiqiy ekonom varianti bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib, bizga obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yinglar. Mehnatimizni qadrlab, keyingi videolarimizni sizlarga doimiy chiqarib boramiz. Mana yonishlarni ko'ramiz. Kat yo'limiz yonib turibdi. Yonishiga gap yo'q. Ko'mirni chala tushirib yuborgan yo'q. Ko'mir bunker tarafga yonish ketib qolgan yo'q. O'rtada normal holatda yonyapti. Graduslarga e'tibor beramiz. Mana datchiga shu datchik turadigan joyda turibdi mana. Yana gradusga e'tibor beramiz. 270. Mana. Qo'limni tutyapman kat yo'lga, bunker nimasiga, demoxotiga. Lekin qo'lim kuymas. Ozgina kuyar. Mana yuzimni ham tutgan tag'in. Tutun ham guvullab chiqayotgan yo'q, lekin parga e'tibor berasizlar. 8 metrgacha chiqib ketyapti bemalol parlaga. Kimga shunaqa sifatli ekonom kat yo'llar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaversa, kat yo'limizning ekonomligi nimada? Mana bu tarafga o'tasiz. Kat yo'limiz bu yerda 3 yo'l, 4 yo'l o't yuradi. Keyin polga pastga tushadi. Yana polga shuning hisobiga maksimal issiqlik ichkarida qoladi. Bor ko'miringizdan, yoqqaningizdan ekonom foydalaniladi. Bunkerlarimiz katta bo'ladi. 100 kilodan 150 kilogacha ko'mirni turiga qarab ko'mir sig'averadi bemalol. Kimga shunaqa sifatli ekonom kat yo'llar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaversa, sifatli va aytgan kat yo'llarni O'zbekiston bo'yicha mutlaqo bepul yetkazib beramiz.